Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz muhterem qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala hayatimizni bereketlik, ma'nilik o'tkazishga nasib qilsin. İnşallah aldığımız kunlarda bu mücadelemizni davomlashtirishga, texmi ko'p yaxshiliklarni qilaverishga, texmi jasoratli bo'lishga, Xitoy tajovuzchilaridan iborat chet eldagi Uyg'urlarga ham o'zininki jazosini yurish qilayotgan, o'zininki ziynini yetkazayotgan shu zolimga qarshi bu yo'lda mahkam tevranmay mengishga Alloh subhanahu va taolo bizlarni nasib qilsin. Bugun men biroz bir tarafdan qaraganda ham musibatlik, yana bir tarafdan qaraganda Allohninki eng cho'ng sinoqining bizga taklif qilinayotganligi. Agar biz bu sinoqqa bardoshlik bera oladigan bo'lsak, buning bir natijasining go'zal bir kelajakning, go'zal bir yo'lning bizga ochiladiganligi ne ko'ryapman va men bu masala ustida qarindoshlar bilan biroz ham suhbat bo'lamiz. Bugun aslında bizning suhbatimiz yo'q, ammo nihoyat jiddiy bir ahvol yuz bergan bo'ldi. Bir qancha masalalar tangli keldi oldimizga. Buni hal qilishimiz kerak, chunki biz quruq torlarda gap sotadigan, fitna taqitadigan kishilar bo'lmasdan insonlarning dardiga yetadigan ishlarni hal qilishga tirishadigan insonlardan bo'lishimiz uchun bugun nihoyat muhim bo'lgan bir masalani tilga olaman va ikronimizda bir qarindishimiz, ilojsiz qolgan bir qarindishimiz, qarindoshlarimizga ehtiyoji bo'lib qolgan bir qarindishimiz bilan birlikda suhbatda bo'lamiz. Bir tarafdan ko'nglim intayin yerim. Agar men mush qarindishimning o'rniga tushgan bo'lsam, qanday qilatim deb shundoq ko'nglim bir boshdan g'ash bo'layotdi. Ammo yana bir tarafdan bu boshqalarning yangi yili bo'lsa-mu, bu yangi yilda ning beshida bu yil boshlanishi bilan bizga Allohningki ba'zi takliflarning kelayotganligi, sinoqlarning kelayotganligini ko'rib, demakki Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandasini sinaydi, o'zi yaxshi ko'rgan ummatni, millatni sinaydi. Bu sinoqdan keyin nihoyat go'zal bir natija bor deb o'ylab, yana bir tarafdan ko'nglimning bir tarafida tasalli topadi. Men so'zni uzaltmayman aziz qarindoshlar. Bizning bir qarindishimiz bir qancha kundan beri to'rlarda bir murojaat e'lon qilgan edi. Bu murojaatga yiroq yaqindan ba'zi qarindoshlarimiz buning bilan bunga ko'ngil bo'lib, ba'zi tashkilotlar ko'ngil bo'lib qilayotgan bo'lsa, ammo vaqtning jiddiy bo'lganligi sababidan bu masalani qaytadan qo'lga olishga, so'zlashga majbur bo'lib qoldik va ikronimizda shu murojaatnomani chiqargan qarindishimiz bugun ikronga chiqdi. Chunki bu bir oddiy bir masala bo'lmaganligi uchun, bir insonning hayotini qutuldirish uchun bo'lgan bir qadam bo'lganligi uchun qarindishimizning rizoligi bilan va o'zining talabi bilan ikronga keldi. Hozir shu qarindishimiz bilan u qarindishimizning dardini anglaymiz, nima maqsadi bor, nima qandaq g'imi bor, buni o'zining og'zidan anglagandan keyin inshaalloh naq maydonda bu qarindishimizga yordam qilish uchun bir kampaniya, bir faoliyat boshlatamiz aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum aziz qarindishim. Alloh sabr bersin. Meningki tunji qitim bu shaklda bir bu yerda bir naq maydon suhbat qilishim. Uningdan burun nurg'un qarindoshlar o'zininki dardini, ahvolini anglatdi, ammo biz bundaq bir ikronga chiqish ehtimolimiz bo'lmagan. Ammo bu qitim biroz alaydirak bo'ldi. Majbur bo'lib qoldik. Sizning vaqtingizning intayin qisqa ekanligini, ahvolingizning jiddiy tas bo'layotganligini anglab bu ikronda sizni qarindoshlar bilan yuzturan ko'rishtirishga majbur bo'ldik. Men sizga so'zni bersam, siz vatanning qaysi yerdan, nima uchun bu murojaatnomani chiqardingiz? Bu to'g'risida qisqacha o'zingizdan boshlang, undan keyin men sizdan so'raydiganlarimni so'ray. Assalomu alaykum qardoshlar. Men o'zim Xotin shahardan, ya'ni men o'zimning elektrik va texnik kasbida yaxshi o'qish uchun Turkiyaga 2016-10 oyda chiqqandim. Ama nurg'un orzu bilan chiqqandim, lekin qisqana vaqt ichida doktorxonaga yana
özümde rahatsızlık his kıldım. Doktorxana bardım. Yani özüm doktorluğuna deyişken ciddi karakterlik börek kesili болып қалғанымды aytdı. Doktorxanda özüm yalğız nurgun japal Eğer bek mijazınız yok болып qap qalsa, eğer kiyinge nim qilsak mı boludu? Eğer gep qilish quvvatınız mijazınız yok болып qap qalsa. Hazır salametliğiniz, hazırның ahval qandaq hazır? hazır ahvalım kündü gün açarlaşıvatı lekin degandek yaxshi Hazır emas. hazır men bilen oturup paranglashqadek nimeniz mijazınız barmı? Ha, Barmı? Hı. Unda biz lekin bugün muş fırsatdan faydalanıp nem qılayla. Tamam qılayla misa. yine ben qarindoshlarımga ekran yüzüge yine milletim gap kelgan şan sharoitini olib chiqish uchun umid qilardim, lekin bunda murojaatnoma qilishni hech o'ylab boqmagan edim. Lekin mendeki yine amal yo'q. Bir tanqislikdan yine xalqimizni, millatimizni murojaat qilishni to'g'ri topdim. Vatanning xotin shayashidimmi o'zingiz? Ha, 2016'da Türkiye'ye çıktınız. Ondan keyin ciddi rak kesiliga girip bo'lganligingizni bildingiz. böbrek kesili. Börek kesili. Börek zehirlenip, Hı hı. börek kan tozlash ixtiyoridan qilib, ciddi yine bedellerim zehirlenip doktorga kirib qoldim. Aziz qarindoshlar, biraz hem bahirlash knopkasini bossanlar. O doktorxon qachondan beri nim qilyapsiz? Men mani bir embahirlab olay. Varliqchima telefon qaraymi qo'limdagi. Embahirlag'ich alliqcha shu doktorxon qanday kirib qoldingiz? Doktorlar nim dedi? Bu to'g'riliq o'zingiz bir nim qilib bering. Men undan keyin yana sizdan qayta savolimni so'rayman. 10. ayda keldim Türkiye'ye. Yine üzerinden kesbi takımı yüksek elektrik kesbide yüksek okuş için üniversite tayyorlik qilyaptim. 5 aydan keyin 2017 5 ayda ciddi ahvolim nacharlashdi. Doktorxonaga bordim. Doktorxonaga kirish manoat test bo'ldi. Chet ellikda doktorxonaga cho'nglarning yordam qilish bilan doktorxonaga kirgan bo'ldim. Doktorxonada 5 ay davolandim shu o'zimning böbrekni zehirlenip qolgan böbrekni davolaymiz deb 5 ay davolandim. 5 ay qon tozlatdim, doktorxonada qoldim. Doktorxonada doktorlar dediki, agar shu 5 oyda yaxshilansan, agar yaxshilanmasang bir umr qon tozlab o'tab ketsan degan diagnoz bilan 2017-yili 12 doktorxonadan ayrildim. Yani uyga ketib ta hozirgacha ertaga 3 qatim 12 soat qon tozlab kelyapman. Yine shu vaqtlarda yine o'zimning aytı vücut acizlab ketib Günlük günden načarlashib ketdi yine ahvolim. Doktordan deyishchen ciddi börek almoqchimisan, hayotning xavf ichida qolganligini u menga aytdi. Men atrofimdagi qarindoshlarimga shu to'g'riliq ko'rishgan bo'ldim. Yine atrofimdagi bir yaxshi niyat qarindishim, pedagog qarindishim o'zining börekini hadya qilishni to'g'ri topdi. Qarindishimiz bilan doktorxonaga ketdik, bordik. Yerda yine o'zimizdan qon boshqa har qanday kanımız okşaş çıktı, operasyaya layık göründük. Yani şikayet işten ciddi operasyaya kiriş tayyorligini qilishimizni hem bizden ma'lum miqdor yani 200 ming TL atrofida iqtisodni to'plashimizni aytdi. Yani men bir yil oralig'ida yana davolanishganda qo'limda bor butkul iqtisoddan ayirib qoldim. Shunga iqtisodning qiynalganligim uchun yana qarindoshlarimga murojaat qilish zorunda Yani kaldım. o 5 ay jarayonida butunlay o'zingizningki iqtisodi bilan davolandingizmi? Özümün iqtisadi hem başqalarının təşkilatının yardım qilishi bilan davolandim. Chunki bununla ayda 2000 dollar ketadigan davolanishimga. Keyin doktorxona chiqqandan keyin yana yo'lni menga sharqli davlatning doktorxonada bahada e'tibor qilib davolanishga erishdim hozirga kelguncha. Şu 200 ming TL'ni çokum ciddi tapqandan keyin, anandan keyin sizni qutqizib bilish ehtimolimiz bo'ladi, shunami? Allohning yordami bilan. Allah'ın yardımı. Undan başqa
Hazır benim keyfiyatim şundan naçar aslında. Hazır çünkü bu yılın kirişi bilen bir qancha yerden bundaq meseleler ciddi bizle bilen görüşülüyotydy. Birazdan keyin o meselelerini oturup koyma. Yanılam qarindaşlarnınki bütün dünyadaki muhacir qarindaşlarnınki köngül bölüşüge bilen boluduğu işler bu hemde. Hemmemizin bir şey kep kılışı mümkün. Allah bizim sınap bu şekilde bizge bu sınaklarını beriyotdy. Bu sınak hem sizge kepti. Doktorunun deyişçi siz 15 gün dedim mi yoki men hata anlap kaldım mı? 15 gün, yani 2 hafta ağırlıkta. 2 hafta aralıkta siz şu börek operasyası kıldırmışsınız. Nime netice yüz berdi eken? Yani hayatımın hepsi uçurap kaldığı. Yani hayatın Doğrusu kayıp uçuraydı o dedi. He. Hazır bu kan tazlaş işiniz kanday ketyaptydy? Kan tozlaşım haftada 3 katım 12 saat buluyordu. Lekin yine bedellerim yani suaklarım çirip yani bedenim zehirlenip başka nefes ilişim başka alanlardan yükürüyordu. O kan tazlaş degenimiz hemde bir qetimlik qancha pul ketadi hemde uningki? Onu bilemsiz. 500 TL tutun. Endi öyle bahada internet bulaş arkalık yani ama azırak toxtalı hazır. Allah şifalık bersin. Mening ko'nglim hozir qattiq yerim. Şoň agzymga gepmi kelmädi. Siz mişäde fursatdan paýdalanıp, aslında men sizni ekranга çykmay nim kılaylı dep oylagan qarsak bu iş çatak eken. Ma bu bäzi teşkilatlarynki başlyklary bilen görüşdim. Ma Dünya Uygur Kurultaýynynki muhacirler mesul kişisi bilen görüşdim abay. Ondan keyin bäzi qarindaşlar bilen görüşdim. Sizni qanday qilsak bu chet eldeki muhacirlar qutuldurup qala alaymiz degan meselede. Ama özünüzden mi soğudum? Ben çıkıp çünkü ahvalim ciddi degenliginiz için bu işkiranğa çıktım. Bu işkiranğa çıkıp qarindaşlar müracaat qilmak mı asan bir iş emas. Yani bana anlatqanınız bek iğirdi hem de hazırma siz işkiranğa çıkıplam gepini kılanmayatsız. Oturanmayatsız hatta. Şoň men biraz özüňiz nim kılyň, özüňizni biraz tanışıp algandan keyin andan men sizge yana söz hakkı bersem bolady. Mesela qarindaşlarga nim deysiz? Nime ümidiniz bar? Endi maňa degeniniz demdi ben qarindaşym men ölüp ketişini halamayman, ölüp ketmey. Meni qutuldurup alаңlar. Mening ahwalim iğir bolganlygy üçin bu ýerge men çykmasam bolmaýdy. Degenliginiz üçün tamam dedim. Bolmasa sizinki çyraýyňyzdy göstermey men çykyp qarindaşlarym şu bir qarindaşymyz mındak ölümniň aldyda, ölüm kaýyp aldyda ketýärdi. Ýardam kılaňlar desegim bolady ama hazır 2 hafta içinde hayatyň hewpidi dep doktor eňik bunağa diagnoz koýgandan keyin ciddi bir bilimiz hem Türkiýede doktorxanalarda yaman iğir mesele var hemde. Men onuň doktorxanalarnyň ahwalyny bilime birazcık. Şunun bilen sizin işkiranğa çykdym. Hazır gepnim kamlaşdyryp kılanmaýatsyz. Qarindaşlarymyzga nim deysiz hem nime ümidiniz bar? Endi maňa hakykatan dünýädäki äň tär işim şu bolup galdy mürajaat qiliş. Hakykatan men qarindaşlarymga mürajaat qiliş emas, belki milletim gelken şan şeref netijelerine alip çykyşyny ümit kılatdym. Lekin taqdirimde şu baga okşaýdy. Elbetde men bir ýyl jarýanda naýdy kesel azabyny bek tatdym. O azapny hakykatan yani agzymda täsirlegsiz azap tatdym. Lekin wujudym şunçalyk azap tatgan bolsamy, yani özümniň ümit arzulary kalbimden ondan bek azap çekdirdi. Çünkü men milletim üçün, yani özümniň parlak arzusu üçün çykandym yani çet elge. Lekin menen kesel boluşum bilen yani nurgun arzularym kep kaldygan okşaýdy dep oýlagandym. Lekin indi milletimden yani qarindaşymyň gollap guwatlyşynan yani sakydyganlyga ümit işençim toguldy. Yani bu jäti yani halkymdan milletimden yani men sakyşymga yani şu arzularymga ýetişimge kol bulap ýardamlaşyny ümit kylýar. Allah razı olsun. Allah kesinizge inşallah çokum şifalyk berdi. Hem de
Men siz bilan ko'rishgandan yoq ichimga bir narsa kirib oldi-ku, mening ichim kirilib agar mush qarindishimning o'yinida men bo'lgan bo'lsam qanday qilatim deb o'yladim. Inshaalloh hozir ham o'zimni aran tutib o'ltiryapman bu yerda. Bu sinoq bek ig'ir hamda siz men hozir o'zingiz tutib o'ltiryapsiz men bilaman. Bu yerda men boshqa aziz qarindoshlar buni biroz ambahrilsanglar, boshqa programmalarni ham ambahrilmas bo'lib ketdinglar, endi mushuni olsa ambahrilanglar. Bir nima qilaylik, bir qo'limizdan kelgan bir yaxshilik bilan bir insonni qutuldirib olaylik. Alloh Qur'oni Karimda bir insonni o'ldirganlik nohaq ravishda o'ldirish, butun dunyodagi insonni o'ldirgan bilan barobar, bir insonni qutuldirib olish, butun dunyodagi insonlarni qutuldirib olgan bilan barobar degan oyat bor. Bir inson hozir 2 hafta ichida hayotini xavf yetadi, jiddiy tutish qil deb doktorxonalardan buyruq qilib bunda qilibdi. Bu qarindishimizni asli Bayden birsi Makafkam debla yeniga ilib qiysa ma ishkaranga chiqmagan bo'lsa-mu, uning inovatini qo'g'digan bo'lsak yaxshi bo'ladi, ammo bundaq bo'lmabdi. Necha kundan beri ko'rishibdi. Allohning rahmati bilan dunyo ma bu Sharq Turkiston ulamolar birligiga yaqindan yordamda bo'lib, hatto qarindishimizning menga abay deb birishcha 20 ming TLga yaqin pul jiddiy to'planibdi necha kundan beri. Ammo buni endi biroz cho'ng ko'lamlik ilib bormasak, tashviqot qilib qarindoshlarning dunyodagi har qaysi joylarda qarindoshlarimizga demasak, ma ish chatoq bo'g'idek degan menmi aldirab tamom dedim. Bugun boshqa programma vardı, onun o'rniga bu qarindishimizdan chiqqan bo'ldik. Yana bir qancha tashkilot yaqin kelib bu qarindishimizga nima qilibdi? Yardım qilish maqsadida hozir taraf yo'lni qilib tutdi. Bo'libmi Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati. Ularga ko'p rahmat aytaman studiyamiz nomidan. Sharq Turkiston ulamolar birligi ularga ko'p rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin ulamolarimizdan. Endi navbat hammanglar bilasizlar, telefoningizni biroz to'g'rilab qo'ying qarindishim. Hammanglar bilasizlar, ma Yevropadagi Uyg'urlarning ahvolimiz biroz Turkiyada qaraganda biroz normal endi, yaxshiroq desak bo'ladi. Abay degandek dunyoda bek nurg'un millioner baylarimiz bor ekan. Men ularni angladim. Rossiyada dunyo bo'yicha eng cho'ng baylarning birisi Uyg'ur ekan, masalan. Saudiya Arabistonda nurg'un sanoqliq, ya'ni mashhur sanoqliq baylar bor ekan. Turkiyada bilgancha bir baylarimiz bor ekan. Bir qarindishimiz uchun, bir beyimiz uchun 200 ming TL Betçik pulma emas deyim, shularningki milyon aeroplani va poyezdi va baylarga nisbatan. Ularning balkim qulqiga yetmagan bo'lishi mumkin bu qarindishimiz. Balkim bu videoni ham bahrlab shularning qulqiga yetib qolsa, shular makafkam deblar bu ishni bir doktorxona bilan ko'rishib, pulini to'lab bir nima qilsak, bizdan tugaydi bu ish. Bo'lmasa shu tarafga iltijo qilib aziz qarindoshlar, mushu qarindishimiz uchun shu Gollandiya, Shvetsiya, Belgiya, Norvegiya, Amerika, Avstraliya mushu muhojirlarningki nimasida hamda Amerika bilan Avstraliyaning iqtisodi eng yaxshi ekan. Hozir qarab baqsaq, mushu Kanada deymiz. Mishada qarindoshlarimiz bir umumyuzlik safarbarlikka kelib, mush qarindishimizning jinini qutuldirib qilishga sabab bo'lib qolsak, Alloh qarindishimizga hayotlikni taqdir qilib yozgan bo'lsa, qutulib qoladi. Bo'lmasa iza jaa ajaluha la yuakhkhar. Ajal kelsa hech kim ta'xir qilolmaydi, ammo sababni Alloh bizga tanglatadi, bizga taklif qilyapti. Qanday qilasizlar deb mush yilning 5-idan bizga bu sababni berdi. Onun uchun men bir tarafdan tasalli tepib deyishim aziz qarindoshlar. Alloh bizni sinashga boshladi. Bu yilning 5-idan bizga bu taklifotlarni Alloh bizga evatdi. Qanday qiladi bu millat deb. Agar biz bu sinoqni o'tsak, cho'qim Alloh bizga bak esil bir natija beradi inshaalloh. Chunki har zaman va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haysu la yahtasib. Her zaman Allah'tan qo'rqib, Allohning deganlariga ma'qul degan kishilar her zaman ularga Alloh chiqish yo'li taqib berdi. Agar biz inshaalloh
bir qarindishimizning jinni qutuldirishga sabab bo'lsak, Alloh bizning butun millatimizning jinni qutuldirib berdi inshaalloh. Shuning uchun 200 ming TL 40 ming dollar atrofida bo'lishi mumkin debdi qarindishimiz ikramda yozibdi. Yevroga sundigan vaqtida 200 ming TL herhalde 10 ming yevro 60 ming TL olsa 35 ming yevro 38 ming yevro atrofida bo'ldi ekan. İnşallah bunu Avrupa'da qarindoshlarimiz bilan yanchiqimizni ko'layli. Bu qarindishimizni inshaalloh sog' salomat bir operatsiyaga akirib, sog' salomat chiqishga Alloh nasib qilsin inshaalloh. Bu ikki tashkilot yaqinda yordam bo'lib o'tibdi. Uningdan boshqa tashkilotlar bormi sizga so'zni bersam, boshqa sizga yordam qilaman deyotgan. Tashkilot başka qarindoshlarimiz mi? Yakından yerden şöyle atılıyor. Allah Allah. Ben tunulgan yine şu müracaatın namını alınan arkadaşlar Avrupa'dan Amerikan Telekom Kırmızı ahvalımız var. Yerden kırıp bağlıkına. Yerden yani sakışımğa dua kıldık aldıklarını. Memnun bilip olduk aldıklarını. Güçlü kuvvet böyle iğnemde olduk aldıklarını ifadeler duruyordu. Allah razı olsun ondan misli. Allah ular razı olsun. Her zaman dua qilamiz aziz qarindishim sizga. Hozir necha pul yig'ildi dedingiz, abay? Hozir 20 ming TL yig'ildi. 20 ming TL yig'ildi. Bo'ladi, men so'zni uzaltmay hozir nayt test o'ltirayotganligingizni men sezyapman. Buning Gollandiyada agar bir adam chiqsa yo bir tashkilot chiqsa, bularni ega qilayli. Agar adam chiqmasa men Gollandiyada Amsterdamda yashayman. Men agar birisi ma'pulni topshirib oling desa, inshaalloh men mashina bilan berib topshirib olishga nim bo'laman, sababchi bo'lishga tayyorman inshaalloh. Onun için abay men sizden sorğunumda mesela o Şivsi'den bir kişinin ismini aldınız. Şivsi'den yani Ahmetcan Hacim. Ahmetcan Hacim. Şivsi'ye mağrip namını aslında telefon numarını üstüne yazıp koyduk. Şeyden arkadaşlarımız alaklası bulundu. Boludu inşallah. Başka devletten ega olan kişi var mı? Nemin dediniz? Turgunca Allah'ın dediniz. Germaniyadan Dünya Kurultayı'nınki Dini İşler Grupsının komitetininki başlığı. Naz Germaniyadan Turguncan Allah'ın bak yani Şivisi'den Enver Ahmet Hacim. Ben bilişim o kişinin Allah razı olsun. Ondan Gollandiya'dan bir kişi tapaylı bombası menba. Amerika Kanadalı'dan çoğu. Eğer bunu bir ilgi olup nemkıdaki karındaşlarımız var mı? Onu bildiniz mi? Yok. Onu mu öyle şeyle buludu? Bugünkü programını bence uzatmaylı. Oyluşup inşallah ciddi bir şekilde Şarkı Türkistan'daki chet elde yaşayotgan Şarkı Türkistanlık muhacirlarninki sınaqdan ötedigan bir sınıqı deymiz. Bu bir küçük bir sınaq inşallah. Bundan çoxum ötəleydi deb oylayman. Hem yerden bir qarindishimiz bir teşkilat ega olab, nem qilib, şu ma'rif jamiyatiga, ondan keyin Şarkı Türkistan ulamalar birligiga bu iqtisodni topshirib olsak, topshirib bersak. Miyada bir qarindishimiz mezibdi, İstanbulning aqandaq bir yerda bo'lsa men topshirib olaman debdi. Zübeyda xonimni 100 ming imzoni to'plagandik, buni biz demdilam toplaymiz debdi. Allah razı olsun qarindoshlar. Agar o'sha naq maydonda otig'ini bor qarindoshlar bo'lsa, ikkiranqa yozsanglar bo'ladi. Men manchilik aba qarindoshlar yozg'iltudi. Men ikkiran qarayolmadim. Ikkiran qarasam sen telefon qaraydi ekansan deb qarindoshlarimdan qo'yqidigan bo'lib ketdim hozir. Agar mush qarindishimizga naq maydondan yordamchi bo'ladigan qarindoshlar bo'lsa, buni maqsad bu yerda ko'rsatish emas, faqat insonlarga bir yaxshilik qilishni o'rgatish, namuna bo'lash, bu yerda boshlamchi bo'lash aziz qarindoshlar. Ikkiranqa yozsanglar bo'ladi. Men hozir nurg'un savolim bordi-da, uni topolmadim, chunki ko'nglim intayin yerim. Sizning yodingizga kelsa,
Desiniz buludu. Yani gepimni kesip tutulamayadığınız kelgen gepini kısınız buldu. Bahadır Tarım kırındışımız $100 depti. Memnun kırındışımız $100. Yak 100 euro. Zübeyda Hanım 500 lira dep. Hazırdan tatip bu çüşkülü tuğdu inşallah. $100 depti. Kırındaşlarımızdan Allah razı olsun. Bunun başka men bu yerde Sadiqininki qanchalik afzalligini, yaxshilik qilishning qanchalik afzalligini deb o'tamay, chunki ikranda qarindishimiz xijil bo'lib qolmasin. Oyat hadisni keyin o'qib olayli. Eng muhimi, aziz qarindoshlar, burundan da'vatimiz Sharq Turkiston diki musulmon qarindoshlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimizni qutuldirib olish vazifasi bizning ustimizga farz ayin bo'lib ketdi. Ularning butun umidi chet eldagi qarindoshlarda, chet eldagi Uyg'urlarga biz davomli da'vatimiz har qanday bir Uyg'ur cho'qim 10 TL pulini oyda, 10 yevro pulini, 10 dollar pulini mayli Avustraliya dollari bo'lsin, mayli Kanada dollari bo'lsin, mayli Amerika dollari bo'lsin, mayli Yevropa yevrosi bo'lsin, 10 yevro pulini Sharq Turkiston davosiga ishlatmaydi ekan, uni Uyg'urlikninki ishidan supurib o'tish kerak da'vatimiz aziz qarindoshlar. Ma gapimiz chaqchaq qilib, yo achchig'imiz kelib ketib, yo hayajonlanib ketib da'vatgan gap emas bu. Chunki bir tadqiqotchi yaqinda o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar jiddiy shaklda harakat qilinib, qutqizib olinmasa, mavjudligi yaqinqi bir zamongacha yo'qolib ketishi mumkin, chunki Xitoy umumiylik yo'qotib o'tishni planladi deb buni bir tadqiqotchining so'zi. Bir Uyg'ur chet elda 10 lira pulini Sharq Turkiston uchun atayolmasa, uni biz qanday Uyg'ur deymiz? Allah buni inson demaydi. Allah Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda uni nim qilib qo'ygan, aniq deb qo'ygan, ularning sifatini bayon qilib qo'ygan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Naq maydonga telefon qildingizmi? Ha, shu yerda. Ha, ovozingizni anglatimiz, bir qarindishimiz naq maydonga telefon qilibdi. So'zni anglab boqili. Xo'sh. Ben şu kasallik qarinishimiz to'g'ri telefon qilishim hozir. Xo'sh. Şu qarinishimizdan so'rab baqsam agar ovozimni anglayapsiz, şu pasport iqomatlari to'liqmikan shuni bir nima qilsam. Bo'ladi, men nim qilmay, qarindishimiz bilan men birozdan oldida paranglashdim ba'zi gaplarni. Chunki bu ish oson ish emas ekan. Bak oshkorlashni xohlamadik, ishkilaylan ba'zi gaplarni. Chunki bu qarindishimizning bir hayotiy masalasi bor-ku bu yerda. Şun ba'zi gaplarni aniq nim qilmaydi. Siz bilan agar xohlasangiz biz ikramning keyinida deyishsakmi bo'ladi. Lekin sizning maqsadingizni desangiz bo'laverdi yana. Endi mening maqsadim hozir, endi bu qarindishimiz hozir endi 200 ming euro degandek qilgan bo'ldi. Endi mayadan pul yig'ilishib, u buni qilib, bu qarindishimizningki bu qilib tas. Endi bunda kasallikga bu Turkiyada bir hakim pul to'lab davolatmaydi endi. Buni endi bu kasallik qolgandan albatta bu ba'zi yo'llarni menib bo'lgan yoki mangan deb o'ylayman endi. Buni asli birinchi agar narsalari to'liq shunday bo'lgan sharoitda mishadagi darmakdan jamiyat tashkilotlar shuni yo'llanib bu qarindishimizningki bu haqsiz davolanish yo'lini ichish kerak buningda. Bu qalalaydigan ishlar. Endi balkim o dernek obulu qılanmadı bu deganda gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men buning ishini buni mansi yo'lini mang'il adamdan bo'lsa buningki. Buningki bu yo'li eshitdi. Bu bir. Endi buni yoki Uyg'urligimizni ko'tarib turib bu masala dernek hal qilinmadi deydi. Ikkinchi bir usul bu qarindishimizni hozir bir yerga ma'lum bir mayli bir Navoiyxona bo'lamdi yoki dernekniki chiqsin qanday bir yer bo'lsa, shu yerga buni hozir xizmatchi deb olsa, shu yerga ishga kirsa, oyda 600 lira so'g'it puli to'lasa ham yana bu masala yana hal bo'ladi, o'xshash shaklda. Bu uchuq masala. Birinchisini yo'lda u yo'l agar bo'lmay qolsa, ikkinchi yo'l bu normal bir ish bu. Buni hozir
xizmat kelish kerak, bir yerga xizmatchi qilib akiradigan gap, akirgandan keyin buning sug'urtasi avtomatik kirgan bo'ladi. Shu bo'yicha bu ish hal bo'lgan bo'ladi. Lekin hozirgidek bu 20 ming lira yig'ildi degandek anladan ham xato anglamagan bo'lsam, u boshqa yerdan yig'ilib, uni qilib, buni qilib, bu qarindishimiz bu ishlarini qilib olishi natayin qiyin. Bu yig'ilgan pullarni bu qarindishimiz o'zining shaxsiy turmushiga, ozuqlanishiga, turalg'usiga shu ishlarga ishlatish kerak bu pullarni. Sizin o'zingizningki bir yordami bormi bu masalada? Bunun menimki yardımımı da hazır sizge degandek şu men bunun şu uçurunu bilemem. Hazır degandek yolunu ettim bana. Allah razı olsun. Birincisi buna dernekler eğer bu kendim mangıl adam boz el buludu bu iş hazır. Allah razı Kendim bir olsun. adam ne iş gerek? Bir adam hazır bu 200 bin lira diyen hazır kançeler bul oylap bakın. 200 bin lira pulunu başkalardan yiyip bunu kılıp. Bir bu işin yolunu biladigan bir adam. Bir ay çapandı bu işe. Bir narsa qilsa el buludu hem de bunu el kılanmagan şerait, el kılanmadık değil. İkinci kıl usul bu normal bir şekiller kanunda devletki hizmet mesela hazır bu verip şahsi sigorta alaman desek bunda kesellerge şahsi sigorta vermeydi. Şunda mı? Bu çünkü köp pulluk davamlıgan kesel olan gibi bununla şahsi yani ne deyimiz bununla alaydı sigorta degandek sigorta bununla vermeydi. Bununla bu şehirde normal her kanda bir pukra işler vatkan şu hizmetçi bulup bu işe giriş gerek azı. Şunun bilen 600 lira sürürse ayda bu iş tügüdü. Buna uçuk mesele bu. Allah razı olsun. Boladı da olsa sizin bir mesleğet bergen buldunuz. Kağınım biz siz bilen ikramdan keyin paranlışı oldu. Çünkü bu qarindishimizningki bu kesel 5 ayının yağı. Bu kesel ondaki nurgun yol meňiqlik, dernek teşkilatlarmy yol meňip qılıp bu işte mening azrak xabarim bar. Ama bazen bir amallar bulmay qaganlyk üçün hem hazır doktor en ahırkı kelip sen emdi muş 2 hafta içinde siz ma programmanın aldıda barmıdınız ya emdi kirdiniz mi programmaga? Ya azrak anladım, tuluk anlamadım. Ha boladı. Boladı da rahmet sizge qagında men telefonunu koyup Şunda şu birinci xil usul boyunca bolmagan ahvalasida ikinci xil usul boyunca hizmetçi qilib bir hizmet kirish kerak. İşleş ruhsati lazım bolsa işleş ruhsatini mağlup boladı. Aşı boyunca haberimiz bolup barsiz. Boladı Allah razı olsun rahmet sizge. Allah'ım. Aziz qarindoshlar bu mesele şu neçe vaqtdan ya uzundan değişilip nurgun amal kılanmay ahirma vaqt keyniga tatılıp doktor emdi sen muş operatsiyaga kirmisan emdi senin hayatın kayıp gididu degenden kin bolavatqa iş bazen özümüzningki muş qarindishimizningki bazı eksikler deydi o Türkçedemde. Yani kem bolgan narsalar. Nurgun mesele bar bu yerda. Şuning uchun buni bu ikranda men dep o'g'lanmaydi. Qarindishim sizning qaytib qo'ydigan so'zingiz bormi bu qarindishimizning gapiga? Yo'q menga. Men degan har qanday qilganda menga puldim asosli. Dernekler olsun, şahsi olsun menga pulliq. Yani ahirqa 200 ming TL bo'lmas bo'lmadigan sharoit kelib qoldi. Shuni qarindoshlarimdan rahmat aytaman yordamchi bo'lganiga. Allah razı olsun emeyden. Allah razı olsun. Biz birazdan aldıda qarindoshlar buni deyishdik. Bu qarindishimizdan Allah razı olsun. Bu qarindishimni mushu enim bir qutulib qolsin deb. Siz 20 yoshga kirdingizmi hozir? Ha. 20 yoshlik bir qarindishimizning hayoti qaytishida. Qarindishimiz qutulib qolsin deb maslahat beryapti ama programmaning oldida yo'q ekan ham amalsiz bütün amallarni ishlatib hozir amal bo'lmay şu pulni yig'masak bo'lmaydigan yerga kelganligi uchun bu ikranga chiqishning qanchalik ta'sirligini bilasizlar aziz qarindoshlar. Bo'labmi murojaat qilib qarindoshlar menga bir yordam qilinglar deb chiqishning o'zi bek ta'sirli ish. Bo'labmi bizning millat iliqi biroz o'qirimiz egizrak millat biz iliqi adablan bir odamga ma yordam qil deb bunda qilolmaymiz biz. Hammaylar shundoq. Nay teskilidi bizde. Şun bu alahide hem de en ahırkın nime kep qağanlık üçün hiç qanda amal bulmay, muş amaldan başqası bulmağanlık üçün bir yer çıqılıq. Meslehat gösterken qarindishimiz bilen men çıkırandan keyin de yana eğer biz bu qarindishimizden paydalanalığıdek sizni qutulduruluş sebep bulalığıdek yani başqa meslehatlar olsa
Uni nima qilib boqsak bo'ldi aziz qarindoshlar. Unda da yani siz bizden bardoshlik berib o'ltira olamsiz yoki sizni uzitib qo'yamdim? Chunki sizning men asosiy abay siz bilan biz birer yarım saat paranglashdik derdingizni angladim. Hozir sizning og'zingiz gapmi kelmay qarindoshlarimizga bir gapni deyolmayapsiz. Yoki men o'zimning gapini qilaversam yodingizga kelamdi bilmadim. Ben çıkıp durayım. Qarindoshlardan. Bo'ladi. Bo'ladi. Eng oxirida qarindoshlarimizga o'zingizning ko'ngildagini deng. Endi bu abay dedingiz bana buni endi yig'masak mening hayotim men sizga jiq maslahat ko'rsatdim-ku, masalan, ani qilsak, mani qilsak, xuddi ma qarindishimiz o'xshash, ammo bu amalsiz bir yerga kelganlik uchun dedingiz. Endi mush qarindoshlarimizga oxirgi so'zingizni qiling, undan keyin siz aramangizni iling. Qolgan nimani deyishinglar qarindoshlar. Ben amalning yo'qidan murojaat qildim qarindoshlarga. Bütün mağadagan yol, bütün qildigan ishning birini qilib bo'ldim, faqat 200 ming TL bo'lmasa bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi bu ish. Shunga qarindoshlarimning olija ruhini bilamay, bir qarindoshga avro tatib olgan, uni qutqazmay, hargiz o'zining ishini qilmaydi. Albatta qarindoshlarimga men yordam qilib, yana shu saqi ishimga yordam qilish umid qilaman ham ishlaman. Alloh razı olsun mendan. Allah razı olsun. Bo'ladi aziz qarindoshim. Agar yana gap so'z bo'ladigan bo'lib qolsa, men sizga qayta uray. O'g'ildan keyin yana nima qilsangiz bo'ldi. Siz hozir aram bilan aram o'ltiryapsiz. Yani ben eğer mesela bu pul yığılmay qolib qolsa, bu yol bu operatsiyaga kiramisangiz, hayotıngiz xavfga uchraydi, shunami? Xavfga uchraydi degani nima deb tushunamiz endi? Doktor nima dedi buni? Xavfga uchraydi degani o'lib ketsa, irqoq hesab o'lib ketsa yoki boshqa biz tasavvurlarsiz alametler ko'rinib chiqdi, yani nurg'un boshqa a'zolarimiz zaharlanib. Allah razı olsun. Allah ecir bersin, Allah sabr bersin. Nurg'un qarindoshlar duo qilibdi. Bir qarindoshimiz, bir xonim qarindoshimiz salomimizni yetkazing, hargiz mayuslanmasin inshaalloh. Saqayib ketadi. Allah shifolik bersin, umidvor bo'ling debdi. Bu pul inshaalloh yig'iladi debdi. Aziz qarindoshlar, Müşnaq meydandalam zade bir ko'nglingiz bo'lsin shagi yezinglar. Hozirdan tartibni boshlaylik. Men 15 kun ichida men pul Istanbulga berib, joyini topmasa, yaxshi bo'lmaydigan o'xshaydi. Bo'ladi aziz qarindoshim, unda bo'lsa Alloh sizga shifolik bersin. Alloh sizga sabr bersin. Alloh sizning kasalingizga yaqin arada bir shifolik berib, inshaalloh bizningki sababiyatlarimiz bilan şu sizga yordam qilgan qarindoshlarning sababiyatlari bilan qutulib qolsangiz, Alloh bizni qutuldiribdi. Sharq Turkiston xalqini qutuldiribdi. Chet elda kundan kunga qisitilayotgan, kundan kunga chet elmi takilayotgan, kundan kunga Xitoymi yomon qo'lni so'zayotgan chet eldagi Uyg'urlarni qutulib ketadi inshaalloh. Undan keyin qanday berimiz debdi, keyin kirgan qarindoshlar bilan men o'zim so'zlashib olay. Siz ham armangizni iling. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Olsun. Rahmet. Aziz qarindoshlar, qanday berimiz debsizlar, shu sizlar tug'an davlatdagi bir qancha qarindoshlarimizni belgilab qo'ysak bu ishda, Gollandiyada bizningki studiyamiz bor, undan keyin vaqfimiz, ishonchli qarindoshlar bor, men bor. Gollandiyadan bunga yordam qilishni xohlaydiganlar. Mening telefon nomerim shu ekranda yozig'liq, aziz qarindoshlar. Shu ekranda menga turgan telefon nomeriga WhatsAppga gap qoldirsanglar bo'ldi. Telefoninglarni olmasligim mumkin. Gap qoldirib, nima qilsanglar, jiddiy 3-4 kun ichida bu 200 ming TL ni biz tayyor qilib, inshaalloh bu qarindoshimizga yetkazib beraylik.
bu qarindishimiz hozir shu doktorxonaga berib kelib turibdi aziz qarindoshlar. Nihoyat jiddiy ekan ahvoli. Undan keyin bu yon qo'shimcha kasalliklar paydo bo'lib turibdi. Butun badan qon zaharlanganlik uchun. Indaymiz endi. Uningdan boshqa yana ikki masala bor qarindoshlar. Men sizlarga shu ikki masalani deb aytgandan keyin men programmani oyoqlashtirman. Yana birisi Taylanddagi turmush etayotgan qarindoshlarimiz bir qancha kundan beri ular bilan aloqada bo'lyapmiz. Ular jiddiy shaklda iqtisodiy krizisga uchrab, iqtisod yo'q. Nihoyat dardini aytgan bo'ldi. Men shularning ovozini biroz sizlarga anglatqim bor. Balkim uningdan ko'p 200 ming TLdan ko'p yig'ilsa, shu Taylanddagi qarindoshlarga o'zining haqqini bersak turmalarda hozir 60 ga yaqin qarindishimiz yetyapti. Bir turumning o'zida 25 nafar qarindishimiz. Bularning ovozini men sizlarga hozir anglataman. Bu yerda bir qarindishimiz bo'rkini beray dedi degan bir gap chiqibdi. Buningga shu bo'rkini hadiya qilay debdi. Ammo bu yerda bir davolanish rasxuti bor ekan aziz qarindoshlar. Davolanish rasxuti. Buningdan keyin nurg'un masala bor ekan bu yerda. Masalan, Turkiyada 20-30 ming odam bor ekan, mush qarindishimizga o'xshash, shu bo'rak saqlab turgan, nim qilib turgan qarindoshlarimiz bor ekan. Bu sonning ichiga turklarning o'zimi saqlab turib, shu operatsiyaga kirmay nurg'unlari o'lib ketgan avvalda chiqqan. Bu qarindishimiz ham Uyg'ur bir. Ikkinchisi Türkçe yabancı deymiz. Uyg'urcha chet ellik. Yevropacha ikkinchi sinf odam degan gap. Shu davlatniki ikkinchi sinf odam. Masalan, Yevropadami biz mush davlatga vatandosh bo'lsakmi, bizni ikkinchi sinf. Masalan, sen nalik gollandiyalik deb so'raydi. Sen nalik gollandiyalik deymiz. Şey vatandosh bo'lganlar. Gollandiyalik degandiki, ular bizning saqlamizga qash ko'zimiz qarab, bunda qarab sen hech gollandiyalik o'xshamaydi ekansa, sen nalik gollandiyalik deb ikkinchi savolni so'raydi. Bundan keyin biz O'st Turkiston, Sharq Turkiston gollandiyalik, Sharq Turkistonlik o'zimiz, ammo gollandiyan bo'lsa degandan keyin Sharq Turkiston degan qayer deb so'raydi. Undan keyin Xitoy besib olgan deb 3-chi bir davlatni ataymiz. Degandan keyin ha deb bular nim qildi qarindoshlar. Shunga biz gapninki qisqasi qarindishimizga biz darhol bir safarbarlik kelib hammaylar bir 200 ming TL pulni tarafdan yig'ayli, amalsiz qopdi, chunki uningdan keyin Alloh bizni qutqizib qolar inshaalloh. Tecelli ustaz. Hazır biz şu yerimizde çıkım yok. Bizi ben saçılardan kaptık nazarat kılıç bilen sebebiyle işte tanıyacağız Allah'ın şükranına yerimizde ihtiyat tüketti. Yerimde bu babanın kimi şu yerimizde kızak balının şu ihtiyat tüketti. Allah'ın mutlanma güzel Allah'ın fazladan şu işte kimi alırmıştır. Biz ne söylüyoruz kızı Allah'ın rızkı Allah için hem aldığımızda altın tepkin oğanlık için yanımızda ihtiyat hem tüket hem şu Allah'ı yok bu saldırığa uğralarımız hem yok çok turmuşta kıyınçılık kılıp bu yerde çünkü biz bayağı da Müslüman tamamlarını geldik için şu olmuş torba çıkıp altın ölçüde ondan bunu Uygur kayındaşlardan yardım sürüp ihtiyatını mıkıldı dep şu an sinek yapılan eğer biz kollardan kırıp kapkası özgürlüğünün kollarından kendine kapkası silip okşaş. Biraderliği kapkası az olsun meyle, köp olsun meyle. Bizge birazcık bir tamak, yetkide bir pul yardım kılan bilgen maksatda yapılışın birader. $100 olsun meyle. Birader hazırcı bizde kayıpırdan gep yok. Ortağılık söyleşemeyimiz bizge saksıla Allah'ı muamele kılıdı. Salametimiz kezdeyken de Allah subhanahu wa ta'la'na rahmet olan yaxshi alhamdulillah amma ko'pincha qarindoshlarimizni beden ajizda ba'zi bir kiysa yana ochiq tomoq yeganligin ba'zi bir xil chiqaq yoki boshqa degandek bir kasallik bor shu tomoq
nispet hakikaten kıymetliler bu yerimiz Müslüman taraflarında iqtidarımız bacıda ancha muncha yaxshiroq yegan ama hozir shu qattiq iqtidor bilan bağını qattiq tejab tayyorga bo'lib yoki bo'lmasa beliq qilib yoki bo'lmasa tuxum degan ashta narsalarni tejab bilan ish qilyapmiz ama biz odam 20 odam bo'lgan bir yatakning ichida tutib chaqchuqning ustida shu adiyalda yotamiz yatishimizningki taxminan cho'ng kichikligi 30 kvadratlik yer atrofida keladi. Shuningda shu odamlar ba'zan da bir xil yer yotadi, ba'zi odamlar ba'zi vaqtda ikki xil yer yotadi. Biz yetayotgan ya alhamdulillah bir 3 xil yer, 4 xil yer keladi birsimizdan. Namozni Aziz qarindoshlar, shu qarindoshlarimizningki havolasi bilan sizlarga men bu ovozni anglatdim. Gollandiyalik. Tayland turumimizdagi qarindoshlarimiz munoyat jiddiy iqtisodiy nimaga duch kelib, mana nurg'un gaplarni men ko'rishib turibman o'tgan yillardan beri. Bu qitim amalsiz qolganligini dedi. Tayyor cho'p, tuxum, uni buni noyat tasti ilib yeb qilyapmiz. Musulmoncha tomoq bermaydi. Abay qarindoshimiz beliq dedi, bu yerda u Taylandda beliq ancha muncha bir azam bir narsa o'xshaydi. Ammo hozir pul butunlay tugab ketdi deydi 20 necha nafar qarindoshimizda. Endi hozir ma qarindishimiz, birinchi qarindishimiz intayin muhim, hamda jinni qutuldirib olish pek muhim. Buni anglitishimda asli men bu so'zni men 4-5 kun burun topshirib oldim. Undan keyin buni men e'lon qilay deb tursam, qarindoshlar uning buni deb bu qarindoshlarimizga bir iqtisodiy jihatdan bir yordam qilaylik deb tursak, murojaatnoma chiqdi. Bu murojaatnoma chiqqandan keyin men buni e'lon qilmay turgandim. Ammo bu qarindoshimiz hozir bu changroq turmasak bo'lmaydi ekan deb ishkironga chiqishni xohladi. Ishkironga chiqdi aziz qarindoshimiz. Endi ishkironga chiqmoq bek oson emas qarindoshlar. Kishilarga yelinib o'zining hojatini deb. Undan keyin mush banoda men buni da'vat dedim. Agar chiqroq yig'ilib qolib qolsa, Taylandlik qarindoshlarimiz bir azroq bir go'shtli tomoqni qat'iy yemaydi ekan, unda bir fursat yo'q deydi. Undan keyin ba'zi 20 cm, ba'zi 30 cm yeydi yotadi deydi. Bir g'irich, 2 g'irich, 3 g'irich yeydi yotamiz deydi. Undan keyin qarindoshimiz deydi, talog'im chiqib, bundoq kunni ko'rmaymiz. Shu 3-4 kun deb qitim bir yerga ichqidi to'psi pag'lib, undan keyin shu yerdan tushgan bir kunning derazdan tushgan yo'riqidan kunning nurini shu yerdan bir ko'rib olamiz deydi. Taylandlik qarindoshlarning nimasiga bizni qattiq chang tutib deydi. Undan keyin boshqalarning aniqcha saqal yasash, u bu tozalik ishlariga biroz normal qarasam, ammo bizningki undaq bek chang tutib olib bizni baqishni qiynab qilyapti deganlarni angladim. Undan boshqa nurg'un gaplarni dedi. Hamda mening qalbim ajoyib og'rib, hozir kayfiyatim intayin yaxshi emas. Bu qarindoshlar turmada hozir. Turmada shu bir amallarni qilib, bir nimani qo'lga tushirib, aloqalashish nimasini. Shuningdan gap qiliqliq. O narsimi ba'zida bor, ba'zida yo'q. U nihoyat bizning To'bashaniyaga aloqamiz uzilib ketgan. Bulg'oristondagi turmada bolalar. Undan boshqa bolalar bor masalan. Bu qarindoshlarimizga shu iqtisod lozim. Meningki hamda sizlarga deydiganim aziz qarindoshlar. Hatta bizga oyat hadis o'qishning hech hojati yo'q aziz qarindoshlar. Biz uyg'onaylik. Biz oyda $5-10, €5-10 pulimizni har oyda cho'qqin mush millatga beraylik aziz qarindoshlar. Mush Sharq Turkistonlikqa beraylik. Mush Sharq Turkiston davosiga beraylik. Cho'qqin beraylik. Har qanday Uyg'ur cho'qqin berish kerak. Turkiyadagi bir Uyg'ur 10 TL bersimi? Yevropadagi bir Uyg'ur €10, Amerikadagi bir Uyg'ur $10 pulni
Bämse qarindaşlar, ma Uyg'ur demayli aziz qarindaşlar. Biz bir-birimiz bilan ko'rashganda, choy o'ynagan vaqtimizda, ziyofatga borgan vaqtimizda, lag'man kabobni yegan vaqtimizda, aziz qarindashim 10 yevro pulingni, 10 dollar pulingni vatan millatga atay oldingmi? Sharq Turkiston muhojirlariga atay oldingmi? Sharq Turkiston xalqining davosiga atay oldingmi? Deyli, atay oldim deganni maka do'stim, ag'inam, qarindashim deyli. Ya men atayolmadim, men shu ichib chekib o'ynab kulib kabobni lag'manni obdan yeb hayvondek yashatıman degan bo'lsa, qarindashim, endi sen bilan biz mishadi. İşimizni qilayli. Har qanday ishning cheki bor. Har qanday ishning qizil siziqi bor aziz qarindoshlar. Biz endi ma siziqni qo'yayli. Ma siziqni biz anda yumshoq vash, yog'och pichoq latag'ilab bo'lmayli. Ma siziqni qo'yayli aziz qarindoshlar. Bu siziq nima desa, har qanday bir Uyg'ur cho'qim Sharq Turkiston davosiga aralashishi ve iqtisodini. Aralashishi deganimiz mayli moddiy, mayli ma'naviy bo'lsin, mayli maxfiy, mayli oshkora bo'lsin. Namoyishga chiqmaydigan yanchiqni ko'lasin. Yanchiqni ko'lamaydigini endi ma qizil siziq chegirninki qishig'i kelib qolgani, buni biz ishtirib o'taymiz qarindoshlar. Ya'ni biz ma siyosatga aralashmaymiz deydigan nurg'un odamlar bor, guruhlar bor. Nurg'unlari astiriddan maxfiy aralashayotganlar bor. Ammo hech qanday yaqin kelmayotgan, urug' tuqqanlar tutilib ketgan. Shunday bor, bularning vijdoniga, iymoniga biz binas deganmidik. Ma Sharq Turkiston davosiga aralashaymiz qarindoshlar. Zubeyda xonim o'zining hisob nomerimi debdi. Mayada bir nimba aziz qarindoshlar, men shu nimaga yo'llab qo'yay. Ma bu murojaatnoma bor. Shunga inkos qilib yo'llab qo'ysam bo'ladi yoki to'rlarda hozir keng yeyilyotidi. Mush qarindishimizning shaxsiy hisobot nomerim bor. Chunki necha vaqtdan beri, zodi 5 oydan beri haftada 3 qatim qon tozalab davolanayotgan bir qarindishimiz. Shu amal bo'lmay shu yerga kelib qiliqliq. Abay qarindishimiz sigorta qatnashchisi bo'ldi, bu yerda ishlash bo'ldi, bu degan gaplarni qildi shu. Bütün amallar qolmay, tashkilotlar bor bularning yonida. Bir qancha tashkilot bularga yordam qiliqliq. Sharq Turkiston ulamolar birligining bu qarindishimizning masalasini alaydi o'ylanib qipti. Alloh rozi bo'lsin shulardan. Amaliy ish qilgan bütün tashkilotlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Quruq gap qilib, bisini tillab, sen anda qilding, sen manda qilding deb hech chiqmay, videoga chiqib olib, WhatsAppga kirilib, vat qilayotgan bu nifoq ahlininki Alloh jojisini bersin. Bular mana mushunda ishga aralashsin, mushunda ishga videoga chiqsin, mushunda ishda WhatsApplarda so'zlasin. Qani bir safarbarlik qilib baqayli, shu qirin shular safarbarlik qilamdi inshaalloh qilib qola. Gunohini yuvish yuzidan bo'lsa-mu, mush qarindishimizning va Taylanddagi hozir men bilan aloqalashgan shu 20 nafar qarindishimizningki iqtisodiy ahvoliga, boshqasimi bor, endi uningga men jinas deyolmayman, mana naq iqtisod lozim bo'layotgan qarindoshlar. Bular to'g'riliq bir video chiqarsin, bular to'g'riliq WhatsApplarda bir murojaat qilsin aziz qarindoshlar shular. Ay kunda bir-birini tillab, bizning millatimiz emas bular. Bizning millatimiz 2019dan keyin bir-birini tillash qat'iy yo'l yo'q aziz qarindoshlar. Vatan millatni satgan bo'lsa, uni tanqidlaymiz ilmiy shaklda. Vatan millatni satsa, biz uni tanqidlaymiz. Bo'lmasa, shu kishilarning aybini ichib, kishilarning fitna fasod qilib, manda holatga biz majil xotim beraylik qarindoshlar. Majil o'tgandagi programmamizda Tahir Emin Uyg'uryan qarindishimiz bilan deyishdik. Uyg'urni suyish yili, Uyg'ur mehri muhabbat yili, bir-birimizni yaxshi ko'rish yili qarindoshlar. Bir-birimizni afu qilib o'tish yili, bir-birimiz bilan quchoqlashish yili, bir-birimiz bilan ey suyimli qarindishim, sening aybing bor, mening aybim bor. Aybsiz inson bo'lmaydi. Bir-birimizni kechirib o'taylik. Bir-birimizning aybini ko'rgan vaqtida ko'masga salaylik deydigan yil 2019-yil. Agar mushta bo'lsa, u bizning Uyg'ur qarindishimiz, bo'lmasa, u bizning qarindishimiz emas. Mushu iqtisodiy masalada aziz qarindoshlar 100 qatim deb ketdik. Bütün dunyodagi milyonlarcha boshqalarga yiqayotgan bu iqtisod, bu zakot, bu yordam,
bu nafaqa Sharq Turkiston xalqiga kelish lozim 2019dan keyin. Biz bunga aniq fatvoyimiz bor islom dinimizda. Chunki 30 million inson ayada maxfiy o'ltirilyotdi. Yo'qotilyotdi. 1 million balalarımız 5-6 yaş, 4-5 yaş, 7-8 yaş balımız hazır işkir ülkelerge qarab tayyorlanayotidu. Xitoyning balasi olib ketmoqchi bo'ladi. Aşında jazolatib bordi Xitoy bizni. Aşında ajoyib zulm qilib bordi Xitoy bizni. Shuning uchun butun dunyo Sharq, ya'ni islom ummati bu yil zakitini, pulini, yardımını Sharq Turkiston xalqiga bermasa, Sharq Turkiston ikkinchi Andalusiya bo'ladi va Sharq Turkiston budizmlashidi yoki ateizmlashidi yoki kommunizmlashidi. Hatto budizmlashadi, ateizmlashib ketishi mumkin. Dindan ayrıladi. Zaten nimamizdan ayrılıp olduk? Kültür, medeniyet, örf adetlerimizden ayrılıp olduk aziz qarindoshlar. Uyg'urligimizni Xitoy arib etdi, tilimizdan arib etdi, Xitoycha gap qiladi bizning bolalarimiz hozir vatandagi. Bir dinimiz qolganda, din qalbda bo'lganlik uchun, ya'ni buni ayritish uchun jiddiy osmilar qilyotdi. Dinimizdan ayrılsak bir millatning ichidagi 3 narsa va u millatning mavjudligini qo'g'irib turadigan. Birincisi, onun yazıqı, tili, ondan keyin onun örfi, medeniyeti. Medeniyetimiz tugidi, tilimizni asmila qildi, yazıqimiz, ondan keyin dinimizni yo'q qildi. To'rtinchisi, ya'ni millatning asosliq mavjudiyatini saqlaydigan vositalar. Dinimizni yo'q qildi. Şun bütün Sharq Turkistonlik baylar chet eldagi, mayli Saudiyada bo'lsin, mayli Rossiyada bo'lsin, mayli aeroplanda baylar bor ekan, anglashimcha, Angliyada, Rossiyada, u yerda, bu yerda. Mayli Saudiya Arabistonda men 10 yerda binosi bor bayni bilaman. 10 yerda. Bularmi maxfiy bo'lsin, Xitoyga bildirmay, albatta qo'rqaydi Xitoydan. Bir mo'cham pulimiz ketib qolsa, Xitoy bizni joylaydi yoki bizga nim qiladi. Burundan Xitoy tarafidan kontrol qilinib kelgan nurg'un baylar. Maxfiy bo'lsin. Bu da'voga maxfiy iqtisodini bo'lsin. Ma 2019-yildagi bütün ummatning zakiti, yordami, iqtisodi, quroli, Qur'oni, qalami hammasi Sharq Turkiston xalqiga berilishi lozim deb qarayman. Çünkü biz yok bo'layotimiz, yok. İnsanı qutuldirish eng muhim shu. Bizning Falastinlikdek biz unda talaylik emas-ki biz. Qo'limiz Yahudining qo'liga tanklarga tashlata oladigan undaq imkoniyatimiz yo'q. Pichoqlarimiz bog'liqlik. Turmada bir yerga qarab 5 minut bir yerga qarab o'ltirsa, Xitoy jinoyatchi kelib bizning qarindoshlarimizga sen nima uchun bir yerga qarab o'ltirib o'tsa, sen namoz o'qitibsan, sen bir narsani o'ylanib, bir narsani planlayotibsan deb kelib, bir yerga qarab o'ltirishqimi unimayotdi Xitoylar. Bizning ahvolimiz intayin chatoq. Buning uchun biz bu yerda chiqib, ekronga chiqib aziz qarindoshlar, o'zimizni ko'rsatib olaylik yoki boshqa bir maqsadda nimatimiz, amal qilishimiz lozim. Amal. Bütün Uyg'ur qarindoshlarimiz 10 yevro, 10 dollar pulini mushundaq kasallarimizga, qarindoshlarimizni qutuldirishga, turmadagi qarindoshlarga, tashkilotlarimizni yo'lashga, hozirgi jiddiy ilib berilayotgan dunyoviy tashviqot xizmatimizga mablag' solishga ishlataylik aziz qarindoshlar. Hozir tunigun Kuvayt parlamentida bizning masalamiz tilga olindi. Demakki arab davlatlarimi biz anglatasak, mulla talib qarindoshlarimiz biraz yana texmi ko'zini ichib, texmi bir jallanib kelsak bu yil, arab dunyosimi inshaalloh bizga ko'zini ochadi. Xalij davlatlari intayin boy. Bularmi yardım qo'lini sunadi, da'volarimiz oqmayotgan da'volarimiz taraqqiy qiladi. Mushtaq uskunlarimiz taraqqiy qiladi, televiziya stansiyalarini ochalaymiz. Hamma ishlarimiz joyida bo'ldi. Tashkilotlarimiz tilamchilik qilib yurmay, bir tashkilotning yillik, bir qancha yillik projelari, plan loyihalari ishga oshadi. Biz anglatanmadik aziz qarindoshlar. Biz anglataylik. Shunga dasmiy salaylik. Yani bu ishlarning hammasi xulosa kalam yig'ib aytganda,
Her bir Uyghur 10 so'm pulini şu Sharq Turkiston davosiga atmasa, biz shu yerdan uning bilan qarindoshligimizni, shu yerda qizil siziqni shu yerda sizaylaymiz qarindoshlar. Her bir qarindishimizningki bizga bo'lgan tonishligi Sharq Turkiston davosiga aralashish va aralashmaslik va buningga mayli iqtisodiy, mayli moddiy, mayli ma'naviy tarafdan bedel to'lash bilan to'lamaslik bilan bo'lsin aziz qarindoshlar. Sharq Turkiston davosiga kelgan Uyg'urmi o'xshash Uyg'ur, davoga kelmagan Uyg'urmi o'xshash Uyg'ur, pul g'ajligan Uyg'urmi o'xshash Uyg'ur, pulini sanduqqa silib, qulupni silib, bisbetivaga Uyg'urmi o'xshash Uyg'ur, bu insonlik emas aziz qarindoshlar. Unda ish yo'q. Vel hubbu fillah vel bughdu fillah ba. İnsan deganda muhabbat va nafrat deydigan narsa bor aziz qarindoshlar. Bayroq ko'targanmi o'xshash Uyg'ur, bayroq ko'tarmaganmi o'xshash Uyg'ur emas. Ko'targani odam inson bo'ladi, ko'tarmagani hayvon ablah bo'ladi. U o'xshash qarasak bo'lmaydi uningga. Alloh uning o'xshash qaramaydi. Qur'onda nurg'un yerda oyat bor bu to'g'risida. O'xshash bo'lmaydi, bildiganlar bilan bilmaydiganlar deydi. O'xshash bo'lmaydi, ko'rdiganlar bilan ko'rmaydiganlar deydi. La yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun degan oyat. Hergiz o'xshash emas deydi. Makka fathi bo'lishdan burun hijrat qilganlar bilan Makka fathi bo'lgandan keyin hijrat qilganlarning darajasi o'xshash emas deydi. Mu'min bilan kofirning darajasi o'xshash emas deydi. Musulmon bilanmi hatto mu'minning darajasi o'xshash emas deydi. Uyg'ur bilan Uyg'urning darajasi o'xshash bo'lmasligi lozim. Hamma Uyg'ur ko'zimizga o'xshash ko'rinmasligi lozim. Davaga aralashgan Uyg'ur, davaga aralashmagan Uyg'urning Uyg'ur emas deyishimiz lozim. Bizda bir nafrat deydigan bir narsa bo'lishi lozim bizda. Hammaga o'xshash qaramayli. Dasqonni seppa islom, voy hocam desak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Vijdoni bo'lsa, bu davoga yaqin kelsa, bu yo'lni mangsa, bu sepaga billa atlansa, bu bayroqning yoniga kelsa, bu pulidan oyda 10 so'm pulini bu millatga atsa, uni hocam deymiz. Uning qo'lini so'yimiz, qarindishim deymiz. Uning xizmatida bo'lamiz, uni taqdirlaymiz. Uning duo qilamiz. Voy qarindishim deb telefon qilib, siz kech-kunduz vatan millatning davosi ketyapti deb unga tasalli beramiz. O kemmiga adamni ma vijdon yo'q ma'noda deymiz. Ma vijdonsiz deymiz uni. Vijdonsiz deyishimiz lozim. Bu davoga kelmagan. 2019dan keyin bu davoga yaqin kelmagan. Bu Sharq Turkiston mujodilasiga yaqin kelmagan Uyg'urni moddiy ma'naviy tarafdan yaqin kelmaganlarni biz bundoq bir pardani qo'yaylik aziz qarindoshlar. Men narsaga o'xshash qaramaylik. Xizmat qilgan tashkilotlarni yo'layli, taqdirlayli, maqtayli, tasalli berayli, yordamchi bo'layli, yiniq kelayli. Xizmat qilmaganlarni sen jim tuttu deyli. Ammo fitna fasod kunni chiqib vatan millatni bo'ladigan til ahonat haddidan ziyoda oshirib bu shaklda fasodga aylantiradigan shaklda tashviqot qilmaydi. Chiqmaganlar Uyg'ur bo'lmiz nimamsi deb teppasil debdi. Yani yo'lim jihad degan qarindishimiz. Bu yo'lga chiqmaganlar ne Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir ism bilan atagan. Bu yo'l bir farzi ayin. Sharq Turkiston masalasi butun Sharq Turkiston xalqininki ustiga farzi ayin bo'lib ketaylik. Farzi kifoya emas bizning ishimiz, farzi ayin. Farzi kifoya deganimiz bir turkum kishilar qilsa, yani bir turkum kishilarning gadinda soqit bo'ladigan bir amal. Yani bizning bir qo'shinimiz bizni qutuldiradigan, har zaman Xitoyga ta'disab tura oladigan, har zaman Xitoyni sen jim tu deya oladigan. Ma lagerni qatdiki kishilarni sen buncha bo'zaq qilib ketma deb bir tarafdan qilib tura oladigan bir qurolliq tashkilot yoki bir jamoat tashkilot bo'lgan bo'lsa, Xitoy bilan ro'baro tura oladigan. Boshqa musulmonlarning, boshqa Uyg'urlarningki gadindan soqit bo'ladi u. Ammo bizda unda bir narsa yo'q. Hozir Xitoyga ta'did bo'lib, Xitoyninki
qilgan har bir ishini sen tuttu deb bunga nim qilib kelgan unda bir jamoat bo'lmaganlik uchun hammalarning ustiga farz ayin bo'lib ketdi. Buni qilishimiz bizga vojib, farz ayin. Ya'ni qilmasak bo'lmaydigan majburiyatda. Haqni so'zlamaganlar, haqni anglamaydiganlar, haqni ko'rmaydiganlar ular hayvon dedi Allah subhanahu va taolo. Qur'onda necha oyat bor bu to'g'risida. Arabchasi Estaizu billah inna sharrad dawwaban summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ular aqlni ishlatmaydi. Haq gap og'ziga kelmaydi uning. Ey Xitoy, ey zolim, ey fashist, ey natsist, ey terrorchi, zulmingni to'xtat deyish og'ziga kelmaydi uning. Uning og'ziga faqat o'zining qarindoshlarini fitna fasod qilish keladi. Kafir oyati qiladi Xitoy. Men musulmon bilan aytishdi. Bu uning sifati emas, musulmonlikning sifati emas. Allah Qur'on-i Karimda deydi, haqni so'zlamaydi bu odam deydi. Haqiqatni demaydi. U zolimdan qo'rqaydi deydi. Bukmun umyun. Uning ko'zi ko'rmaydi, haqni ko'zi ko'rmaydi. Sharq Turkistonda shuncha zulm bo'layotdi. Uni ko'gili unamaydi uning ko'zi. Xiyolida yo'q buning. Ko'zi ko'r chunki uningki. Xuddi biz ummatdan qabulatimiz, bu arab tilidan qabulatimiz. Bizning Sharq Turkistonda mundaq qo'yib ketyapti. Buningga hech kim biznes, dunyo biznes demadi deymiz. Avval o'zimizning ko'zini bir ochaylik. Men Uyg'ur nima deydi? Abdurahmon Hasan qarindishim kunda chiqib xatlarni yozib ketyapti. Biznesini deydi. Ey Uyg'ur, unda qilmanglar, to'smanglar, da'voga birga kiringlar, shahid bo'linglar, ko'zinglarni yumbanmanglar deb shundoq nima qilib ketyapti masalan. Umyun fahum la yaqilun. Ular a'ma, ular la yubsar. Ular ko'rmaydi, ular anglamay haqni. Ey qarindoshlar, ey dunyo ahli, Sharq Turkiston xalqi Xitoyninki tajovuzi, Xitoyninki zulmi ostida yo'q bo'lib ketyapti, o'ltirilyapti. Ertaga biz mavjudligimizni qo'g'diyolmasligimiz mumkin. Da'vatga vaqt ular anglamaslik seli bo'ladi. Xudo azim nurg'un insonlar anglamaslik bo'ladi. Fahum la yaqilun. Aqlni ishlatmaydi ular. Aqlsiz ular. Ular kimlar? Ular Allah onunla farz ayyin qilgan bu mujodiladan qochgan hayvonlar. Uning ismi shu. Agar bu da'voga aralashmaganlar ne Allah deydi. Men o'zimning og'zimdan chiqarib demayman bu. Men Uyg'urni tillashga qarshi. Ama Allah uni Qur'oni Karimda hayvon deb sifatlab bergan bo'lsa, men Allohning so'zini ilib, men sizlarga yetkazib beraman. Men tillash haqqim yo'q. Men tillamayman hech kimni. Ama Allah tillagan bo'lsa, Allah uni ayblagan bo'lsa, ve Allah'ın oyatini o'qishga mukallaf taklif qilinganmi? Yani bu da'voga aralashmaganlarga Allah ism qo'yib bo'ldi. Bu da'vo nima da'vosi? Islom da'vosi, och singlimizning iffat nomus da'vosi, hijob da'vosi, Qur'on da'vosi, insoniy huquq da'vosi, kishilik insoniy qadr qimmat da'vosi, namoz da'vosi, bizning oyat boyliqlarimiz va boyliqning da'vosi, bizning da'voyimiz intayin ko'p. Mana bu da'vodan qochqanga Allah ism qo'yib bo'ldi. Haqni so'zlash lozim har yerda. Haqni har yerda so'zlash lozim qarindoshlar. So'zlamaganlarni so'zlamagan shaklda e'tirof qilish lozim va ular ism qo'yish lozim. Xulosada da'vo qilganlarga o'xshash Uyg'ur, da'vo qilmaganlarga o'xshash Uyg'ur, ma bizningki muhabbat nafratimizning aniq emasligini bildirdi. Da'vo qilgani Uyg'ur, da'vo qilmagani Uyg'ur emas. Bu shaklda tunib turaylik hozircha. Aziz qarindoshlar, oxirida men yana bir narsani deb o'tib ketaman. İHA insoniy yardım vakfi Turkiyadagi bir nima kompaniya, ya'ni bir faoliyat boshlatibdi. 5 TL'dan nima atadi ekan?
bir nomer qilib 5 TL pulimizni shunga üvetsek 5 TL pulni IHH'nın hisobotiga kirdi ekan. IHH shu yerda bu pulni shu Sharq Turkiston xalqininki davosiga ishlatdi ekan aziz qarindoshlar. Shuni bundan xabardor bo'lib qolinglar. Buni Alloh xohlasa yana bir qatim programmada men buningki nimalarini aniqlab sizlarga deb berishga tirishima. Turkiyada qarindoshlar 5 TL'dan IHH'ga atalaydi ekanmiz. Bu 3-chi bir masala. Bütün dünyadaki qarindoshlar agar buningki bir nimasini topa olsak, dunyoviy qo'llanadigan nomerini topa olsak, telefon nomeri orqali bo'ladi bu ish. Bütün dunyoda qarindoshlarni jim turmaydi inshaalloh. Ammo eng muhim birinchi maqsad bu Abduhalil degan bu qarindoshimizningki. Agar ismini unutib qolmagan bo'lsam, qarindoshimizningki masalasi. Buni jiddiy qutuldirishimiz kerak. 200 ming TL pulni inshaalloh bir qancha kun ichida har yerdan bir to'plab boqayli. Alloh bizga bizning yo'limizni oson qilib bersin inshaalloh. Ikkinchi masala Taylanddagi turmush qarindoshlar. Uchinchi masala esa IHH'ga. Buniki Sharq Turkiston masalasida iqtisod to'plab o'tibdi. Bunu deyishib shu yerga tashkilotlar balkim bu to'g'risida qarindoshimizga balkim mablag' ajratishi mumkin. Mening so'zim tugadi. Oxir deydiganim aziz qarindoshlar, ma videoni ham bahrlab qo'ysanglar, ash qarindoshimizga nihoyat bir foydasi bor, sabab bo'ladi. Ham bahrlash ko'nikmasini bilsanglar, ash qarindoshimizga bir yordamimiz bo'lib qolsin inshaalloh. Atgishda bizningki nihoyat muhim bir temamiz, muhim bir suhbatimiz bor. Suhbatning muhimligi tufayli uni e'lon qilmayman. Ya'ni e'lonini bermaymiz, faqat naq maydonda suhbatimiz to'sqinlik kuchib qolmaslik uchun hukumatlar tarafidan e'lonni bermaymiz, ammo ata muhim bir suhbatimiz bo'ldi. Inshaalloh atgishdi. Shu videoni, suhbatni bir hambahlab qo'ysanglar, so'yinimiz aziz qarindoshlar. Inshaalloh Abduhalil qarindoshimizningki Allah günahını mağfiret kılsın, sabır versin, keslik şifalık versin ve şuna okşayan bütün dünyadaki kesel qarindoshlarningki kesellere şifalık versin, hacetlerini rava kılsın. Qiyinchilikdagi qarindoshlarımızın qiyinchiligini Allah subhanahu wa ta'ala yok kılsın. Allah bizga osonlik versin. Allah'a emanet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.